Rossiya dronlari Sumy shahriga ommaviy zarba berdi. Dunyo yadro urushi yoqasida turibdi. Aleksandr Volin. Ukraina qurolli kuchlari Sumy yaqinidagi go'sht hujumlarida deyarli butun bir brigadasini yo'qotdi. Venesuela urushga tayyorlanyaptimi? Maduro Rossiya, Eron va Xitoydan harbiy yordam so'radi. Tramp yadro sinovlari haqidagi savoldan qochdi. Hindiston Pokistonning Tolibonga qarshi harakatlarini nomaqbul deb baholadi. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Rossiya dronlari Sumy shahriga ommaviy zarba berdi. Ukrainaning shimoliy qismida joylashgan Sumy shahri 30-oktyabr kuni kechqurun Rossiya qo'shinlari tomonidan amalga oshirilgan navbatdagi dron hujumlariga duch keldi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, hujumlar bir vaqtning o'zida shaharning bir nechta tumanlarini qamrab olgan va fuqarolik infratuzilmasiga katta zarar yetkazgan. Sumy shahar hokimiyati vakili Sergey Kribishenko mahalliy vaqt bilan soat 22:10 da Telegram orqali vaziyat haqida xabar qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, dronlar asosan shaharning Kopakovskiy tumanidagi fuqarolik obyektlarga yo'naltirilgan. Sumy hozircha dron hujumlari ostida. Kopakovskiy tumanida fuqarolik infratuzilmasi zarbaga uchradi. Jabrlanganlar bor. Ortiqcha vaqt o'tmasdan Kribashenko yana bir xabar berdi. Bu safar Zarechniy tumanidagi ko'p qavatli uyga dronlardan biri to'g'ridan-to'g'ri zarba bergan. Natijada uyning bir qismi vayron bo'ldi va yong'in kelib chiqqan. Hokimiyat vakillarining ma'lum qilishicha, yong'in tezda nazoratga olingan, ammo katta moddiy zarar qayd etildi. Shu bilan birga Kopakovskiy tumanidagi 2 qavatli turar joy ham shikastlangan. Sumy viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Grigorov hujum haqida qo'shimcha ma'lumot berdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya qo'shinlari 1 soat ichida shaharga jami 10 ta dron yuborgan. Barcha zarbalar faqat fuqarolik infratuzilmasiga qaratilgan. Ular turar joy binolariga, xususan 9 va 2 qavatli uylarga urildi, deb yozgan Grigorov. Dunyo yadro urushi yoqasida turibdi. Aleksandr Volin. Serbiya bosh vazirining sobiq o'rinbosari Aleksandr Volin 1-noyabr kuni dunyo uzoq vaqtdan beri 3-jahon urushi holatida va yadroviy mojaroga shiddat bilan yaqinlashayotganini aytdi. U buning uchun mas'uliyatni g'arb davlatlariga yukladi. 3-jahon urushi Germaniya birlashgan paytda va 2-jahon urushi natijalari ko'rib chiqila boshlagan paytda boshlandi. G'arb siyosati bizni yadro urushi yoqasiga olib keldi. Uzoq vaqtdan beri davom etayotgan 3-jahon urushi emas, balki yadroviy urush, dedi siyosatchi RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida. Volin yana 50 yillik tinchlikni kafolatlashi mumkin bo'lgan yangi tinchlik shartnomasi zarurligini qabul qilishga chaqirdi. Avvalroq 2-oktyabr kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban yirik davlatlarning har qanday xatosi 3-jahon urushiga sabab bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Venesuela urushga tayyorlanyaptimi? Maduro Rossiya, Eron va Xitoydan harbiy yordam so'radi. Karib dengizida Amerika qo'shinlari to'planib borayotgan bir paytda Venesuela prezidenti Nicolas Maduro Rossiyadan raketalar, radarlar va modernizatsiya qilingan samolyotlar so'radi. Bu haqda The Washington Post maxfiy hujjatlarga tayangan holda xabar bermoqda. Hisobotga ko'ra, Venesuela hukumati Xitoy va Eronga ham mudofaasini kuchaytirish uchun harbiy yordam va jihozlar so'rab murojaat qilgan. Maduro Xitoy rahbari Si Szinpinga yo'llagan maktubida AQSh va Venesuela o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashuviga qarshi turish uchun ikki davlat o'rtasida kengaytirilgan harbiy hamkorlikni so'radi. Maduro Xitoy hukumatidan Venesuela o'z imkoniyatlarini kengaytirish uchun radarlarni aniqlash tizimlarini ishlab chiqarishni tezlashtirishni so'radi. Venesuela transport vaziri Roman Celestino Velasquez yaqinda harbiy texnika va UAVlarni yetkazib berishni muvofiqlashtirgan va Eronga shaxsan tashrif buyurishi rejalashtirilgan. Eron bilan aloqani davom ettirmoqda. Karakasga aniqlash uskunalari, GPS skramblyalar va deyarli albatta 1000 km masofaga uchuvchi dronlar kerak, deb iqtibos keltiradi VP Venesuela vazirining ismini oshkor etmagan Eron rasmiysiga so'zlaridan iqtibos keltiradi.
Ukraina qurolli kuchlari Sumi yaqinidagi go'sht hujumlariga deyarli butun bir brigadasini yo'qotdi. Ukraina qo'mondonligi Sumi sektoridagi 71-Yeger brigadasi va 225-shturm polkini deyarli butunlay yo'qotdi. Bu haqda 1-noyabr kuni Rossiya xavfsizlik idoralari xabar qilgan. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi ushbu go'sht hujumlaridagi 71-alohida Yeger brigadasi va 225-alohida hujum polkining bo'linmalari deyarli butunlay yo'q qilindi, dedi agentlikka manba. Ta'kidlanishicha, hujum guruhlari sonining ko'payishiga 68-alohida o'q-otar batalyon jangarilar sabab bo'lmoqda. Avvalroq 18-oktyabr kuni Rossiyaning dron operatorlari Sumi sektoridagi vaqtinchalik xodimlarni joylashtirish punktlari, dala o'q-dorilar ombori va Ukraina millatchilari yashiringan joylariga zarbalar bergani xabar qilingan edi. Hindiston Pokistonning Tolibonga qarshi harakatlarini nomaqbul deb baholadi. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Randir Jaiswal Pokistonning Tolibonga nisbatan yuritayotgan siyosatini tanqid qilib, mamlakat harakatlarini nomaqbul deb baholadi. Bu haqda Afghanistan International xabar qilgan. Randir o'zining bu fikrlarini 30-oktyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirib o'tgan. Uning aytishicha, Pokiston Afg'onistonda Tolibonning mustaqil boshqaruvidan norozi bo'lib, chegaradan o'tib terrorchilik harakatlarini amalga oshirishga o'zini haqli deb bilmoqda. Hindiston rasmiysi Dehli Afg'onistonning suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlamoqda. U shuningdek, Kunar daryosida to'g'on qurilishi ehtimoli haqidagi savolga javoban Hindiston Tolibon bilan birga hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan. Randir Jaiswalga ko'ra, yaqinda Hindistonga tashrif buyurgan Tolibon tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiy bilan suv resurslarini boshqarish, jumladan gidroelektr loyihalari bo'yicha hamkorlik masalalari muhokama qilingan. Ikki davlat o'rtasida suv masalalari bo'yicha hamkorlik uzoq tarixga ega. Salma to'g'oni, bugungi kunda Hind-Afg'on do'stlik to'g'oni deb ataladigan loyiha bunga yaqqol misoldir, degan Jaiswal. Tramp yadro sinovlari haqidagi savoldan qochdi. AQSh prezidenti Donald Tramp jurnalistlar bilan suhbat chog'ida yer osti yadroviy sinovlarini qayta boshlash masalasiga aniq javob bermadi. Oq uy rahbari Air Force One samolyotida jurnalistlar bergan savoldan qochishga harakat qilgan. Tramp AQSh ayrim sinovlarni o'tkazishini tasdiqlab, boshqa davlatlar qilayotgan bir paytda Amerika ham buni amalga oshirishini aytgan. Agar boshqa davlatlar buni qilayotgan bo'lsa, biz ham qilamiz, degan Tramp. Prezident ushbu sinovlar aniq qachondan boshlanishi masalasiga esa mujmal javob bergan. Sizlar buni juda yaqin orada bilib olasizlar, lekin biz muayyan sinovlar o'tkazamiz, degan Tramp. Uning so'zlariga ko'ra, Pentagon 33 yillik tanaffusdan so'ng yadroviy qurollarni sinovdan o'tkazishni boshlaydi. Qo'shma Shtatlar boshqa har qanday davlatga qaraganda ko'proq yadroviy qurolga ega. Bunga jumladan mavjud qurollarni to'liq yangilash ishlariga mening birinchi prezidentlik muddatim davomida erishildi. Juda katta vayronkor kuch tufayli men buni qilishdan nafratlandim, lekin boshqa choram yo'q edi. Rossiya 2-chi, Xitoy esa 3-chi o'rinda. Lekin hatto 5 yil ichida ham shunday bo'ladi. Boshqa mamlakatlar dasturlarni sinovdan o'tkazayotgani sababli men Mudofaa vazirligiga yadroviy qurollarimizni teng asosda sinovdan o'tkazishni boshlashni buyurdim. Bu jarayon darhol boshlanadi, deb ta'kidlagan Oq uy rahbari.